Navoiyda 8-sinf o'quvchisi ona bo'libdi. Navoiy viloyati Karmana tumanidagi 15-maktabning 8-sinf o'quvchisi farzandli bo'libdi. Ushbu maktabda o'tgan yili ham 10-sinf o'quvchisi farzandli bo'lgan ekan. Bundan tashqari sizdirilgan ma'lumotlarga qaraganda ushbu tumanning 30-maktabida oxirgi 10 oy mobaynida 3 ta qiz o'z joniga qasd qilgan. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, Toshkentda 9 yoshli qizga shilqimlik qilib, bir necha bor ko'kraklarini ushlab kelgan o'qituvchi 5 sutkaga qamalgan. Qaysidir maktabda o'qituvchilar o'quvchi qizlarning ko'kraklarini ushlaydi, qaysidirlarida esa tug'dirib qo'yishadi. Maktablarda o'zi dars o'tilyaptimi yoki porno filmlar suratga olinyaptimi? Bu bilan ushbu holatlarda faqatgina maktab aybdor demoqchi emasman. Chunki maktab tarbiya emas, ta'lim maskani. Tarbiya esa oilada beriladi. Afsuski, aksariyat oilalarda tarbiya unutilyapti. Ijtimoiy tarmoqlardagi buzuqlik targ'iboti esa kundan kunga ortib boryapti. Biz bir qator chiqishlarimizda buzuqlik targ'ibotini boykot qilish hamda qonunan taqiqlash tashabbuslarini ilgari surganmiz. Biroq bunga na jamiyatimiz va na mas'ullarimiz e'tibor qaratishganicha yo'q. Bugun biz o'zligimizni asrab qolishning huquqiy asoslarini shakllantirmas ekanmiz, ertaga millat sifatida yo'q bo'lib ketamiz. Tegib ketdimi?